Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 2025-yil 9-may gips tushirish jarayoni. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani, Dehqonobod shaharchasi. 20 ga 30-60 razmerdagi g'ishtlarimizni 13 mingdan dastavka qilib beryapmiz. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. 38 kg gips, 3 kg sement, bitta qopdan 3 dona chiqayotgan penobloklarimiz. Manzilimizni eslatib o'taman, Sirdaryo viloyati Guliston tumani, Dehqonobod shaharchasi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar ekrandagi nomerlarga. Pena quyish xizmati ham mavjud. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda chiqayotgan penobloklarimiz. Qorda, yomg'irda turgan holatlarni tashaganmiz. Gruppaga joylaganmiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. 5 ta tayyor qurilgan g'ishtlarimiz mavjud. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. Qattiq qo'l kirmaydigan holatda. Ovoziga e'tibor beramiz, ovoziga. Hech qanday o'z holatini yo'qotgani yo'q. Qorda, yomg'irda turgan holatlarni tashaganmiz. Hech qanday qorda, yomg'irda erib ketgani yo'q. Erib ketadi deganlar uchun latokli tumbali g'ishtlarimiz mavjud. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. Bir donasi 20 ta g'ishtni o'rnini egallaydigan g'ishtimiz 20 ga 30-60. Bir dona g'ishtimiz 20 ta shag'ish o'rnini egallaydi. 20 ga 30-60 razmerlarimizni 13 mingdan dastavka qilib beryapmiz. Narxiga yarasha qilib ishlab chiqaryapmiz. Qimmat deydiganlar uchun 9 ming, 10 ming, 11 minglik chiqarib beramiz. Usreniy variantda ham chiqarib beramiz. Usreniy variantdagisi 17 ming, 18 mingga chiqadi. Gazovolok sifati bilan tenglashtirilgan holatda chiqarib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqaryapmiz. Xitoy va Hind parashyutidan chiqayotgan penobloklarimiz. 2025-yil 9-may.